Boya tushlik tayyorlashdan oldin shu yerga qo'ydim. Keyin chiqib ketdim. Bor qara, oymoxonalarga qo'yib kelgandirsan balki. Bo'ldi. Men bilaman qayerdaligini. Hozir olib kelaman. Bo'la qol. Javlon aka, qachon ko'rishamiz? Rosa sog'inib ketdim-ku sizni. Nima? 3 kun? 3 kundan keyin deysizmi? Ha, ko'rishganimizda nima olib berasiz menga? Ha, menga ham telefon olib bering. Yangi modelidan bor-ku. Ha, keyin yana-chi, anaqa bor-ku. Voy. Tushunmadim. Nima haqqingiz bor meni qo'limdan telefonni tortib olishga kenaya? Sizda nima haqqingiz bor meni shaxsiy telefonimni so'ramasdan olishga? Tushunmadim. Bu telefonni sizga Olim aka olib berganmi? Demak, 100% haqqim bor. Tushundingizmi? Yaxshi. Unda hozir kirib olmakizga sizni qilgan qiliqlaringizni, hunarlaringizni, telefonimda yigitlar bilan gaplashishingizni aytib beraman. Haddingizni bilib yuring, tushundingizmi? Meni ishimga burningizni suqmang. Mohira, men emas, siz haddingizdan oshib ketdingiz. Meni telefondan kimlargadir telefon qilasiz, SMS yozasiz, Telegramdan rasm tashlaysiz. O'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'ldi. Sal qoldi akangiz bilan urushib qolishimga. Menga qarang. Bu meni shaxsiy ishim. Shaxsiy ishimga burningizni tiqmang, tushundingizmi? Undan keyinchi agar akamga yoki buvimga borib chaqadigan bo'lsangiz, mendan yaxshilik kutmang. Tushundingizmi? O'rgildim.